Misol Barselonadagi Lamin ko'proq yoqadi demanga. Ko'proq oladi, boshqa qiladi, sal Messilashib o'ynaydi. Lekin Ispaniyada winger, toza winger bo'lib turib qanotda o'ynayapti. Nikkoga Shuning uchun birinchi bo'lim juda ham qiziq bo'ladi. O'sha o'rtani Argentina ozgina cho'zib olmayapman. Yo'q. Scaloni shunaqa murabbiy ekan, Paredes bilan intervyu chiqib ketdi hamma joyda. Intervyu emas, suhbatalik o'yinda. Suhbat, intervyuda endi shuncha gaplashib, oxir Paredesnikini qabul qildi-da. Bular oilada, o'ta oila. Ispaniya juda tizimli va bu murabbiyning jamoasi va murabbiyning har bir ko'rsatmasini ham Ispaniya futbol madaniyati bilan, past madaniyati bilan bular omoqda hozir. Bu yerda anaqa yo'q, hech qanaqa murabbiyni tushunmaslik, hammasi joyida ketayotgan, og'rinmayotgan jamoa. Lekin Argentinada bir gaplashib, hal qilib, zakot bo'lib ketyapti-da. Men bitta narsani kutyapman hozir. O'tgan jahon chempionatidagi Argentina eng katta qilgan ishi hamma chap qanotga Di Mariani qo'yib turib chalg'itib tashlagan deyshadi. Aslida De Paulni Griezmannni o'chirib qo'ygani bo'lgan. Chunki birinchi daqiqalardan boshlab turib Griezmann mavsum davomidagi eng zo'r futbolchi bo'lgan. Oltin to'p oladi, esingizda bo'lsa, oltin to'p oladigan darajada edi. Lekin shu o'yinda o'ynay olmagan. Shunaqda men hozir Rodriga shunaqa qilishadimi deb o'ylayapman. Chunki markazni boshqaruvchisi Rodri'da, asosiy futbolchi Rodri. Va bular markazni to'xtatish uchun, markazdagi to'p nazoratini olib qo'yish uchun eng anaqa meda kuchlisiga zarba berishadi. Rodri orqali quriladi. U yerda yonida Fabian Ruiz bo'lsa, Fabian Ruiz ani Barselonadagi kim edi? Gollandiyalik De Jong. Masalan, podgrish deydi, o'shanda o'ynab turadi. Olmo bo'lsa, hujumchi ortida o'ynab, yordam berib, boshqa qiladi, kreativ. Ammo hamma narsa Rodriga qurilyapti-da hozir. Shuning uchun ham Pedri asos tarkibda emas. Depol tushadi deb o'ylayapsiz. Chunki Depol emas, kimgadir topshiriladi deb o'ylayman. Chunki hozir Atletico dema, o'zi Atletico to'g'ri. Chunki Atletico bilan Barselona o'yini bo'ladi bu. Kim Barselona, kim Atletico? Ispaniya Barselona bo'lsa, Atletico haqiqiy o'yin. Simeone, Messisi bor Atleticoda. Borishib ketdi o'z menimcha, chunki bu tomonda Messisini olib qo'ysa Atletico deydi o'zi. O'sha hozir muxlislar ham so'rovnoma o'tkazilibdi. Butun Kataloniyada 70% kataloniyaliklar Messi yutishini xohlashayotgan ekan. Ispaniyada endi ular Ispaniyaga teskariligi bor, boshqa bor. Men bunga tushunaman. Hozir biz yurtimizda tomosha qiladigan juda ko'p muxlislar menimcha Argentina muxlislik qilishadi ko'proq. Lekin o'zi asli Barselona bu. Chunki futbolchi tepada-da, Barselonadan tepaga chiqib ketib qolgan Messi. Shuning uchun Messining ikkinchi jahon chempionligi muhimroq. Bu Ispaniya yana chempion bo'lsa bo'ladi, Lamin yosh deb turishibdi. Shuning uchun bu yerda birinchi agar boshdan boshlaydigan bo'lsak, markazni ishg'ol etish, buzish ishlari bu tomondan